Assalomu alaykum aka-ukalar, zahmat birodarlar. Hop. Kavsar otaxonaga kelganmiz. Ko'rib bitta baho berasizlar, o'z fikrlaringizni qoldirasizlar aka-ukalar. Mahjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ukam, yaxshimisiz? Bugungi sayohat mana Xudo xolasa Kavsar otaxonasiga keldik. Manzara juda chiroyli. Otaxonaga bitta baho berib qo'yasizlar. Bitta otlar ko'rsatib. Aka, har safar bitta yangilik, bitta naqa to'g'ri beryapsiz. Bu safarga nima bor? Bu safarga mana so'lovlar ekan. Gap kelganda to'rt ketaylik. Aha, buni ma'lum. So'lovlarimiz uchun so'lov. Hop, 3 xilda farqi bo'ladimi? Shunda farqi bo'ladi. Aha. Oddiy. Mana o'sha katta otlarimizga tushadigan so'liq. Bu to'rt burchak so'liq mana bu. Bunisi. Aha. Yaqinlashtirib ko'rsatasiz. To'xtamaydigan, og'zi qattiq otlar uchun. Bu toy so'liq deyiladi. Buni ham demak farqi bo'lar ekanda aka. Endi yangi ot boqib bolalarga maslahat. Kerak ma'lumot bitta. Bu otxonamizda hamma otlar mana pechatli, 55 pechati bilan. Bu iPhone degan otimiz. Bu Spartikada ham aka Kavsar 55 ko'rdim. Bu asosiy formalar shunaqa. Ha, обязательно kirilgandan keyin otxona beriladi. Mana buni sotimizni o'tamiz. Buni sotim mana shu toy ekan, 2,5 yashar baho berib berasiz. Aka, bu yerda ham katta otlar bor, a? iPhone degan toyimiz. Buni bo'yi Hozir olib chiqib bitta ko'rsatamiz bu otlarni. beriladi ma'lumotini. Otlarni biyalarda. Biyalarga ham o'tib ko'ramiz, aka ular. Biyalarga ham bitta baho berasizlar. Otlarda boshqacha. Bitta otlar ko'rsating. Otlar hozir qashqqa qo'yildi, qashqqa otlar. Aka, bo'lmasa bunday qilaylik, videomizni uzun qilmaylik. Foni opchig'i bitta obzor qilaylik otlarda aka. Qo'ldan kelgancha ko'rib o'zi aka-ukalar o'zi bahosini berishaveradi.